Demak, dastlabki texnikamiz Samosval Isuzu 2013-yilda ishlab chiqarilgan avtobusdan yig'ilgan variantidan 2026-yilda noldan yig'ilgan deyishyapti. Holati yaxshi, motor, korobka, hadovoylari zo'r, hamma joyi ishga tayyor holatda, hech qanday xarajati yo'q deyishyapti. Manzil Farg'ona viloyati, narxi esa 400 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Ikkinchi texnikamiz ham Samosval Isuzu 2010-yilda ishlab chiqarilgan mos va tormozlari zavodskiy gurzovoy qilingan deyishyapti. Holati yaxshi, motorlari avtobusniki, ishga tayyor holatda, hadovoylari ham rama, kuzovlar ham yaxshi. Hujjatlar joyida, narxi 270 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Navoiy viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Demak, navbatda yana bir Samosval Isuzu avtomashinamiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan zavodskiy variantidan, probegi esa 206 ming kilometr, mashina ishga tayyor, mashinani hech qanday xarajat yo'q, og'ir ish ham qilmagan, faqat g'isht tashilgan xolos deyishyapti. Manzil Toshkent viloyati, narxi esa 40 ming dollar aytilishi kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa Isuzu vodovoz sotiladi. 2018-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, yo'ngkisi 5 tonnalik deyishyapti. Motor, korobka, hadovoylar ham yaxshi. Mashina ishga tayyor holatda, narxi 240 million so'm aytilish narxi kamaytirib beriladi. Manzil esa Buxoro viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Demak, navbatda yana bir Isuzu vodovoz texnikamiz 2011-yilda ishlab chiqarilgan, yo'ngkisi 6,5 tonnalik deyishyapti. Holati yaxshi, mashina ishga tayyor, balonlar ham yangi, bez kamerlik deyishyapti. Motor, korobkalari ham yaxshi. Manzil Qashqadaryo viloyati, narxi esa 250 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir Isuzu avtomashinamiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan, 5 tonnaga yuk oladi. Balonlari hammasi yangi, probegi esa 523 ming kilometr, 28 kubalik, holati yaxshi, kraskalari radnoy holatda, zavodskiy metan gazlari bor. Narxi 32 ming dollar aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Farg'ona viloyati. Navbatdagi Isuzu avtomashinamiz ham 2015-yilda ishlab chiqarilgan, 5 tonnaga yuk oladi. Balonlarning holati yaxshi, kraska ozmoz sepilgan joylari bor deyishyapti. Motor, korobkalar senji holatda, metan gazda harakat qiladi. Narxi 29 ming dollar aytilish narxi albatta kamaytirib beriladi. Manzil esa Namangan viloyati. Navbatda yana bir Isuzu avtomashinamiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan, 5 tonnaga yuk oladi. Balonlarning holati yaxshi, metan gazda harakat qiladi, motor, korobkalar ham yaxshi, senji holatda deyishyapti. Narxi esa 310 million so'm aytilish narxi kamaytirib beriladi. Manzil esa Samarqand viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa Gazel sotiladi. 2007-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, ishga tayyor holatda. Bortining uzunligi 5 metr 20 cm, eni esa 2 metr 13 cm, bo'yi esa 2 metr 30 cm deyishyapti. Motor Mercedesniki, avtomat korobka deyishyapti. Holati yaxshi. Narxi 30 ming dollar aytilish kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyati. Qolaversa, Rossiyaga chiqishga 1 yillik litsenziyasi ham bor deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa Gazel Business sotiladi. 2013-yilda ishlab chiqarilgan, motor sotka, moy yemaydi, yoqilg'i turi esa benzin va metanda harakat qiladi. Zadniy mos korobkalar zo'r, rama, resorlar usulit qilingan. Balonlarning hammasi yangi, mashina ishga tayyor. Narxi 12 ming dollar aytilish kamaytirib beriladi. Manzil esa Namangan viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa Gazel Neft sotiladi. 2015-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalar top-toza deyishyapti. Yon bakovoylar ham ochiladi, mashina ishga tayyor, razvedkalar ham bor. General nafarmeliniga ham beriladi deyishyapti. Narxi esa 20.500 dollar aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Albatta, qolgan ma'lumotlarni shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib texnika egalaridan to'liq ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Bizda esa navbatda Samosval Zil sotiladi. 1991-yilda ishlab chiqarilgan. Mashina ishga tayyor holatda, pul zarurligi uchun sotilmoqda, hech qanday xarajat yo'q deyishyapti. Narxi esa 6500 dollar aytilish kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Videoga esa like tugmasini bosishda davom eting. Biz ham albatta davom etamiz. Navbatda yana bir Samosval Zil 130 sotiladi. 1990-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, xarajat yo'q, ishlab turgan texnika. Motor, korobkalar ham rama, kuzovlar ham yaxshi deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi esa 80 million so'm aytilish albatta kamaytirib beriladi. Manzil esa Samarqand viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa yana bir Samosval Zil sotiladi. 1989-yilda ishlab chiqarilgan, balonlar beskamirlik, xarajat yo'q, ishlab turgan texnika, motor korobkalar ham yaxshi deyishmoqda. Qolgan ma'lumotlar telefon orqali deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil esa Andijon viloyati, narxi esa 100 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan.
Demak, navbatda yana bir samosval zil sotiladi. 1988-yilda ishlab chiqarilgan, ishlab turgan texnika, xarajati yo'q, motor korobkalar ham yaxshi deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil esa Toshkent viloyati, narxi esa $4500 aytilishi, kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa yana bir samosval zil sotiladi. 1990-yilda ishlab chiqarilgan, mashina soz holatda, motor korobka, zadniy motor zo'r, hech qanday ovoz ham yo'q deyishyapti. Balonlarning holati 70% atrofida, mashina ishga tayyor, hujjatlar ham joyida. Narxi esa $8800 aytilishi, kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa samosval KAMAZ sotiladi. 1993-yilda ishlab chiqarilgan, mashina ishga tayyor holatda, motor ham yaqinda remont qilingan, rami kuzovlar ham yaxshi. Narxi esa $12000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Namangan viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir samosval KAMAZ 1984-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, motor korobkalar zo'r, motor moy yemaydi, balonlar 50% atrofida, ramada singan svorka tekkan joylari yo'q. Qolgan ma'lumotlar esa telefon orqali. Narxi esa $7000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa yana bir samosval KAMAZ 2019-yilda ishlab chiqarilgan, hamma joy radniy holatda, hujjatlari joyida, kuzov 18 kubalik, 20 tonnagacha yuk oladi, metan gazlar o'rnatilgan. Narxi esa $385 so'm aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa yana bir samosval KAMAZ sotiladi. 1989-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, balonlarning holati ham o'rta holatda, 10 tonnagacha yuk oladi deyishyapti. Motor korobkalari ham zo'r. Narxi $15000 aytilishi, albatta kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyati. Demak, navbatda yana bir samosval KAMAZ 1989-yilda ishlab chiqarilgan, ishlab turgan texnika, hujjatlarida hech qanday muammo yo'q, motor korobka, rama kuzovlar ham zo'r deyishyapti. Narxi $12500 aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Albatta, qolgan ma'lumotlarni ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib texnika egalaridan olishingiz mumkin bo'ladi. Navbatda esa samosval Howo Sinatrak sotiladi. 2021-yilda ishlab chiqarilgan, probegi esa 78000 km, holati yaxshi, yoqilg'i turi esa solyarkada harakat qiladi, balonlari 80-90% atrofida, konditsionerlari bor, avtonomikalar ham bor deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil esa Farg'ona viloyati, narxi esa $33500 aytilishi, kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir samosval Howo avtomashinasi sotiladi. 2009-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, mashinani hech qanday xarajati yo'q, balonlarning hammasi yaqindagina qo'yilgan. Ushbu mashina barterga, variantga yoki nasiyaga ham beriladi. Agar naqd pulga olsangiz yaxshigina kamaytirib ham beramiz. Narxi $23000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Samarqand viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatdagi Howo avtomashinamiz esa 2023-yilda ishlab chiqarilgan, holati zo'r, probegi esa 182000 km. Balonlari esa 70% atrofida, mashina ishga tayyor, hamma joy radniy holatda. Narxi esa $78000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Qashqadaryo viloyati. Navbatda yana bir samosval Howo avtomashinasi 2012-yilda ishlab chiqarilgan, gaz va benzinda harakat qiladi. Zavodskiy metan gazlar ham bor, motor korobkalari ham zo'r holatda, mashina ishga tayyor, hujjatlari joyida. Narxi esa $39000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Qashqadaryo viloyati. Navbatda esa samosval Howo 325 avtomashinamiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan, salon shumka qilingan, elektronik konditsionerlar qo'yilgan, xullas nima kerak bo'lsa barcha narsalar qo'yilgan. Manzil Sirdaryo viloyati, narxi esa $32000 aytilishi, kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa samosval Howo avtomashinamiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan, holati zo'r, probegi esa 175000 km, hamma balon 100% yangi, mashina ideal holatda, hech qayerda ochilmagan, narxi $80000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Samarqand viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa yana bir samosval MAN avtomashinamiz sotiladi. 2016-yilda ishlab chiqarilgan, mashina ishga tayyor, xarajat yo'q, motor korobka, rama, kuzov, xullas hamma joy zo'r holatda deyishyapti. Narxi esa $67000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Qashqadaryo viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Bugungi dasturimizning texnikalari esa shulardan iborat edi. Akalar, agar ushbu dasturimiz sizlar uchun foydali bo'lgan bo'lsa, qilayotgan mehnatimizni videoga like tugmasi orqali, ya'ni like tugmasini bosish orqali baholab ketishni albatta unutmang.